Buxoro shahrining Gavkushon madrasasidagi moviy xona installyatsiyasi sayyohlar eng ko'p e'tirof etayotgan manzillardan biri hisoblanadi. Не могли пропустить такое событие. Biz shunday go'zallikni o'tkazib yubora olmadik. Biz uchun bu haqiqatdan ham sharq nafasi. Rostini aytsam, bizni his-tuyg'ular bosib ketdi. Izohlarsiz. Shunday ulkan energiya, ulkan his-tuyg'ularni qabul qilib shunchaki ilhomlanamiz va bu energiya, hissiyot bilan biz yaxshi ishlarni davom ettiramiz. Мы дальше будем делать хорошие тоже дела. Buxoro binaylisi uchun hunarmand Kulol Abdulvohid Buxoriy tomonidan yaratilgan asarda atrof muhitni himoyalash, suvni asrash mazmuni ifodalangan bo'lsa, uslub jihatdan bu xona kulolchilikning qadimiy janri, ko'k kulolchilik namunasi hisoblanadi. По психологии холодные цвета, они успокаивают человека. Psixologiyaga ko'ra sovuq ranglar odamni tinchlantiradi. Bizning ko'k xonamizda o'simliklar va baliqlar tasvirlangan. Rivoyatda aytilishicha, ular bizning qo'rquvimizni olib ketishadi va ruhiyatimizga sokinlik bag'ishlaydi. Qolaversa, ijodkor bu yerda suvni asrash kerakligini, u abadiy emasligiga ishora qilmoqda. Asosiysi moviy ranglar orqali ijodkor qadimiy kulolchilik yo'nalishini qayta jonlantirgan. Мы сами становимся зрячими. Xorij va o'zbek ustalari hamkorligida yaratilgan bu kabi 70 dan ortiq art obyekt va installyatsiyalar qadim kentning qoq yuragi, eski shahar qismidan o'rin olgan.